Assalomu alaykum, hurmatli tildoshlar. Umidki sog'likda, oromlikda yashab yurgan bo'lsangizlar, albatta yana ham bizlarning buruzgi dasturimiz Jovzjon viloyatining Oqcha tumaniga yetib keldikki, sizlar bilan buruz bizlardir dasturlarni nashr qilsak. Mashalloh, Oqcha tumani ham ko'p bir nufuzli va nafar ko'p biri bor yerda yo indin hayitdi. O'sha uchunki bizlar xohladikki shu yerdan ham Oqchadan ham bir dastur sizlarga taqdim etsak va do'stlar bizlarning dasturlarimizga ko'proq Afg'onistonning diğer viloyatlariga edi. Takriban 6 oydan so'ngra xohladim shu Oqcha viloyatida yo Oqcha tumanida sizlarga bir dastur tarqatsak va aytib ketsam buruz ham 29 Ramazon kuni sizlarga bir dasturni Oqcha tumanidan nashr qilamiz. Hayit yaqinlariga bu har doim har yil shunday va hamchinon bu ko'plikni nüfuzning va yo ham shaharning beri borlikning bir sababi ham shu ekan do'stlar, bizlarning millatimiz oromlikda, osudalikda yashaydilar va hech bir biduni qo'rqi shaharga huzur paydo qiladi do'stlar. Inshaalloh dasturni unutmanglar, bizlar bilan bo'linglar. Oqcha tumanining G'ulg'ula bozoriga yetib keldik. Bu tarafni ko'rasizlar, bu taraflar va yo ham bu yerlar hammasi banomi G'ulg'ula bozori bo'ladi. Bularga takriban bir oyning ichida ijod bo'lgan shahrak Oqcha tumanida ketamiz, shundan boramizki ba'zan do'stlarimiz bor bo'lsa shu yerdan bir ikkitasini so'zlatamiz va G'ulg'ula bozorining ham vaziyini ham ko'ramiz do'stlar. Hatman bizlar bilan bo'linglar. Assalomu alaykum. Sos. Baxarvom, joyingiz yo'qmi? Qanday ro'zalar? Hali qilmaymi? Yo'q, hali qilmaydi. Yaxshi bo'ladi ro'zalar. O'tadi ana, bodiga. O'tdimi dega qara. O'tdi, mana bir kun qoldi baxay. Ismingiz? Sohrobiddin. Sohrobiddin, Oqcha tumanining yashovchisi? Ha, avvaliga. Qanday vaziyat korborlar? Bo'ladi, shukr yaxshi. Bu yerda emas degan, o'ra yaxshi degan bozor. Bo'ra uncha savdo yaxshi emas. Ya'ni bu yerga ham takriban 2 oy illa kami 5 bo'ldi. Kelganlaringiz. Bali. Inshaalloh ki joylaringiz bu yerga ro'z-baroz behtar bo'ladi. Bu hayitga avvalgiday bo'lmasa, kelajak hayitda hamma biladi ki sizlar shu yerda yaxshi bo'ladi inshaalloh. Bali, inshaalloh yaxshi bo'ladi. Xudoning mehribon degan. Do'stlaringiz azizlik Sadoy Shimron sizni ko'radi, aytib dijoq so'zlaringiz bo'lsa, hayit ham kelyapti, keldi va payomoy tabrikingiz bo'lsa, bizlar ham chiqib tabrik beramiz. Mana yaxshi bo'ladi degan Xudoning o'zi mehribon, yaxshi bo'lib kelaveradi savdo ham mana. Sulh oromlik bo'lsin hamisha vatanimiz. Bali, hamchinon. Salomat, muvaffaq bo'ling. Salomat Sohrobiddin og'amizdan ham do'stlar. Yana ham bizlar bilan bo'linglar. Ketamiz shu yerga, G'ulg'ula bozoriga bizlar qaror topgan. Assalomu alaykum. Sog'misiz? Baxar bo'lmi? Xush keldinglar G'ulg'ula bozoriga. Salomat. Ismingiz? Ismim Hoji Abdulloh. Hoji Soyib Abdulloh. Qanday vaziyat korborlar? Shukr Xudoga, bexay yaxshi ish bilan namoz ustiga. Avval mazasi yo'q edi, ish bilan filan ko'p yaxshi. Turkmanmisiz? Bizlar turkman ava. Turkman masalan ko'p yaxshi. Gelmeni ham turkmancha so'zlaying, o'z dilimiz. Vaziyat korlaringiz ham, ishlar ham yaxshi ekan, har doim shu raqam bo'lsin. Ya'ni avval sarak umumiy bo'lsin dedingizlarni. Ha, sarak umumiy bo'lsin. Nahil biroz bildiryapmi? Sarak umumiy bilan farq etyo'mi? Farq etyo, sarak umumiy ko'p yaxshi ish. Bu vaqtlar bilan elimizdan o'tdi. Hamisha ustimizda 20 nafar duryapti. Bugunlar Undan maqsad yanada shunga shukr yaxshi bo'la, g'animat. Inshaalloh gelecek hayitlarda, gelecek hayitdan so'ng hamma kun bildikinde G'ulg'ula bozor shu yerda ijod bo'ladi. Inshaalloh kunma-kun yaxshi bo'ladi. Inshaalloh bizlar ham umid etamiz, inshaalloh bundan yaxshi bo'ladi. Sadoy Shimron har doim mana sizlarning xizmatlaringizda aytib diyecek so'zlaringiz bo'lsa, do'st yorlarimiz. Tashakkur. Bizingizdan do'stlaring hammasine salomlar bo'lsin, sizlardan sayg'lar, salomlar. Sog' bo'ling, tashakkur. Muvaffaq bo'ling korborlaringizga. Tashakkur. Tashakkur bulardan ham Hoji Soyib Abdullohdan. Albatta do'stlar, G'ulg'ula bozorida bizda ham Hoji Soyib ham so'zlab ketdi va gider shu mayda-maydani ham.
اسم مبارکتون؟ نصرالله محمودی. نصرالله محمودی. اینجا چه وظیفه دارید؟ وظیفه میوه فروشی. میوه خوش. میوه خوش. بادام، نخود، مایز، کیک، کلچه. چطور بود کاروبارا؟ میشه شکر خوب بود انشاءالله. باید قطار میکنید حتما کاروبارا خوب. نام خدا بسیار خوب است. میشه دیگه خوب است. برای بیننده ها اگر گفتنی داشته باشین صدای در بیننده ها تشکر که از ویدیو ما از چیز ما بیننده هستن. یک جان سپاس تشکر. با ایت هم یگان چیز آمادگی گرفتید؟ بسیار آمادگی گرفتیم. ماشاءالله. همیشه با خوشی باشین. خوشحال باشین همچنان. سلامت دوستا. ادامه داره برنامه با ما باشید. Do'stlar, yana ham ketyapmiz. G'ulg'ula bozorida boramizki so'zlashib kechamiz do'stlar. Bizlar bilan bo'ling. Xo'p, hurmatli do'stlar, bizlarning burungi dasturimiz shulardan iborat. Inshaalloh yana ham dasturlarimiz bor. Bizlar bilan bo'linglar. Hayitga ham inshaalloh yaxshi dasturlar sizlarga taqdim etamiz. Hatman Sadoy Shibirxon har doim sizlar bilan.